Assalomu alaykum do'stlar. Butun kalla qismini o'rganishda davom etamiz. Viscerocranium. Butun kallaning yuz qismida qanday tuzilmalar bor, ularni ko'rib chiqamiz. Yuz qismi suyaklari quyidagi tuzilmalarni shakllantirishda qatnashadi. Ular birinchisi orbita, ko'z kosasi. Ikkinchisi cavitis nazi, burun bo'shlig'i va keyingisi cavitis oris, og'iz bo'shlig'i. Bularning hammasi norma facialis, ya'ni kalla qutisiga oldindan qaraganingizda ko'rinadi va bularni shakllantirishda ham yuz suyaklari va kallaning miya qutisi suyaklari ham qatnashadi. Shunga diqqat qilamiz. Hozir bularni batafsil ko'rib chiqamiz. Orbita, ya'ni ko'z kosasi bir juft bo'ladi. Shakli 4 tomonli piramida shaklida. Unda nima joylashardi? Ko'z va undagi yordamchi tuzilmalar. Mana bu rasmga e'tibor beraylik. Demak, orbita ko'rinib turibdi. Mana 4 tomonli piramida shaklida. Qanaqa tomonlari bor? Medial, yuqorigi, pastki va lateral tomonlari. Va piramidaga o'xshab asos qismi torayib boradi. Mana bu oldingi qismi kengroq bo'lib joylashyapti. Va aynan shu kirish teshigini oldingi tashqariga yo'nalgan keng qismini, mana bu qismini adductus orbitae deb ataymiz. Adductus orbitalis, ya'ni kirish teshigi. Orqaga, ichkariga yo'nalgan qismida bo'lsa, ko'ruv kanali hosil bo'lib qolgan. Diqqat bilan qaraydigan bo'lsangiz, ko'ruv kanali mana bu kichkinagina qism, kichkinagina teshik. Yonidagi u fissura orbitalis, ko'ruv tirqishlari. Demak, ko'z kosasini ko'rdik, yuzni oldingi qismida joylashyapti, kirish qismi bor va chiquv qismi ko'ruv kanaldan iborat. Adductus orbitae, ya'ni ko'z kosasiga kirish qismini chegaralarini ko'rib chiqaylik. Diqqat bilan qarab turinglar. Yuqori tarafdan margo supraorbitalis. Margo supraorbitalis eslaydigan bo'lsak, os frontalining aynan ko'z qismi tarkibiy qismiga kirardi. Ya'ni ko'zning ustki chizig'i mana bu. Va undan keyingisi pastdan margo infraorbitalis chegaralab turadi. Mana bu qizil chiziq, ya'ni pastdan chegaralab turadi. Bu chiziq medial tomondan processus frontalis maxilla. Processus frontalis maxilla, ya'ni mana bu o'siq. Ya'ni bu joyda ko'rib turibsiz, yuqori jag o'sigini processus frontalisi bor edi. Mana bu chegaralarni chizyapman. Aynan shu frontalisni mana bu qirg'og'i medial devorni hosil qilyapti ko'z kosasini. Va lateral tomondan processus zygomaticus ossis frontalis, mana frontal suyakning biroz shu zygomaticus o'sig'i, ya'ni yonoq o'sig'ini biroz qismi qatnashyapti va processus frontalis ossis zygomaticus ham qatnashyapti. Ya'ni processus mana bunisi processus zygomaticus ossis frontalis, ya'ni peshona suyagining yonoq o'simtasi va mana bu qism yonoq suyagining peshona o'simtasi. Processus frontalis ossis zygomaticus. Mana bu joyda yozib ham qo'yilgan. Os zygomaticusning processus frontalisi deb. Mana bu lateral qirg'og'ini hosil qilyapti. Demak, takrorlab yodlab olasizlar boshidayoq. Adductus orbita, ko'zga kiruv joyining chegaralari bor. Margo supraorbitalis yuqoridan, margo infraorbitalis pastdan, medial tomondan yuqori jag suyagining peshona o'sig'i, lateral tomondan yonoq suyagining peshona o'sig'i va peshona suyagining yonoq o'sig'i lateral qirg'oq bo'lib beradi. Demak, bu tushunarli bo'lsa, davom etamiz. Ko'z kosasining endi devorlari bor. Qaranglar, asosan rasmdan ko'rsatib aytayapman. Mana bu, mana devorlari. Paries superior, inferior, medialis hamda lateralis. Demak, qirralari bilan nomi bir xil devorlarni ham e'tibor beringlar. Yuqorgi devor, kosani ichiga qarasak, quyi devor, lateral devor va medial devor. Superior, inferior, medialis, lateralis. Va har bitta devor qaysidir suyakni bitta qismidan iborat bo'ladi. Biz shuni gaplashib chiqishimiz kerak. Demak, Paries superiordan boshlaylik. Mana bu yuqorgi devor. Nimani ko'ryapsizlar? Mana bu rasmni ko'rib aytishimiz mumkin. Yuqori devorda, demak, peshona suyagi. Peshona suyagining pars orbitalis qismi. Pars orbitalis hosil qilyapti. Yana qisman alia minor ossis sphenoidalis ham qatnashyapti. U qayerda? Mana bu. Orqadagi mana bu kichik pushti joy, mana bu fissuraning tepasidagi pushti joy, bu alia minor ossis sphenoidalis. Ponosimon suyakning kichik qanoti. U ko'z kosasini hosil qilishda qisman qatnashyapti yuqori devorini. Keyingisi pars lateralis, mana bu taraf pars lateralis, hozir yana ko'ramiz boshqa rasmlarda. Buni hosil qilishda nimalar qatnashyapti? Suyaklarga qaranglar. Facies orbitalis, alia majoris ossis sphenoidalis, ya'ni mana bu
podasimon suyak katta qanotining ko'z yuzasi, aynan shu katta qanotni ko'zga qaragan yuzasi bor edi, facies orbitalis. Shu hosil qilyapti. Facies orbitalis processus zygomaticus ossis frontalis bor. Ya'ni peshona suyagining mana bu yonoq o'simtasining ham biroz lateralga qaragan mana bu joyi bor. Ya'ni peshona suyagining yonoq o'simtasini ko'zga qaragan yuzasi va keyingisi facies orbitalis ossis zygomatiki. O'zi zigomatikum yonoq suyagini eslaydigan bo'lsangiz, 3 ta yuzasi bor edi. Facies lateralis, facies orbitalis va facies temporalis orqa tarafda. Aynan mana bu facies orbitalis dedikmi, qaysi devorni hosil qilyapti? Lateral devorni. Endi paris inferior, pastki devorga e'tibor beringlar. Shu rasmda nomlarigacha lotincha nomigacha yaxshi yozilgan. Pastki devorda facies orbitalis maxille hosil qiladi birinchisi, ya'ni mana bu yuqori jag' suyagi. Yuqori jag' suyagini eslaydigan bo'lsangiz, uning facies orbitalis qismi bor edi tanasida. Tanasining yuzalari mana facies anteriori, facies orbitalislari bor edi-ku, facies nasalis, facies orbitalis mana pastki devorni hosil qilyapti. Bundan tashqari, pastki devorni facies orbitalis ossis zygomatiki ham hosil qilishda qatnashadi. Mana, o'z zygomatikimga e'tibor beringlar. Ma'lum qismi, ya'ni ko'z yuzasining ma'lum qismi lateral devorni, ma'lum qismi pastki devorni hosil qilishda qatnashyapti. Mana ko'k joylar. Ko'rdiga, demak ham lateral, ham pastkida qatnashyapti. Keyingisi processus orbitalis ossis palatini. Ya'ni os palatinum, ya'ni tanglay suyagining o'sig'i ham, tanglay suyagining aynan ko'z o'sig'i bor edi, va ponasimon o'sig'i bor edi. Processus sphenoidalis, processus orbitalis eslaydigan bo'lsangiz, aynan shu processus orbitalisi nimada qatnashar ekan? Ko'zning quyi devorni hosil qilishda qatnashadi. Uni ham ko'ramiz rasmlarda. Mana quyi devorga endi mana bu hududlar kiradi. Xo'p, demak, quyi devori ham ketdi. Endi bitta devori qoldi. Paries medialis. Medial devorni ko'rib chiqamiz. Medial devor mana bu taraf. E'tibor beradigan bo'lsak, processus frontalis maxille qatnashyapti birinchisi. Ya'ni mana buni aytdik-ku, medial qirrani ham shu hosil qiladi. Yuqori jag' suyagining peshona o'sig'i. Undan keyin mana bu aynan processus frontalisga birikib turgan keyingi suyagimizning nomi nima edi? Mana bu suyagimiz os lacrimale. Ko'z yosh suyagi. Ko'z yosh suyagidan orqada turgan suyak qaysi suyak? Lamina orbitalis labyrinthus etmoidalis. Mana bu yashil rangdagisi, demak, lamina orbitalis labyrinthus etmoidalis. Demak, takrorlayman. Yuqori jag' suyagining peshona o'sig'i, os lacrimale hamda undan orqada joylashgan lamina orbitalis labyrinthus etmoidalis. Keyingisi biroz miqdorda processus frontalis maxillini aytdik, pars nasalis et pars orbitalis ossis frontalislar. Ya'ni mana bu peshona suyagining ko'z qismi va biroz bo'lsa-da mana bu burun qismi-ku, mana bu pastrog'i. Burun qismi va mana bu ko'z qismi ham medial devorni hosil qilishda qatnashyapti. Mana bu joylar medial. Tepaga o'tib ketmagan qismlari. Shular hosil qilyapti. Va biroz miqdorda orqada corpus ossis sphenoidalis ham ko'rinib turadi. Uni boshqa tasvirlarda aniqroq ko'rib olishimiz mumkin. Demak, mana bu devorlarni hammasini ko'rib chiqdik. Yozuv shaklida bor. Siz bularni bemalol o'qib olishingiz mumkin. Video dars vaqti o'qib turishingiz mumkin va rasmlarda tushuntirib ketyapmiz. Mana bu rasmda lateral devor alohida ko'rsatilgan. Diqqat qilib qaraydigan bo'lsangiz, lateral tomoni ko'rsatilyapti. Lateral devorni nimalar hosil qildi? Yana bir marta takrorlaymiz. Lateral devorni facies orbitalis ala majoris ossis sphenoidalis hosil qildi. Ya'ni mana bu os sphenoidalini katta qanotining ko'z yuzasi mana bu joyda ko'rinib turibdi. Lateral devorni katta qismini hosil qilyapti. Yana kattalashtirib ko'rsataman mana. E'tibor beringlar diqqat bilan. Yana nima hosil qilganda? Facies orbitalis processus zygomaticus ossis frontalis. Ya'ni peshona suyagining yonoq o'simtasining aynan ko'z ko'rsasini hosil qilishda qatnashadigan yuzasi. Mana bu joy ko'ryapsizlar, katta qismini hosil qilyapti. Va undan keyingisi os zygomaticusni facies orbitalisi. Mana facies orbitalis ma'lum qismi lateral devorni, ma'lum qismi pastki devorni hosil qilishda qatnashib turibdi. Os zygomaticum facies orbitalis deb rasmda ham yozib qo'ygan. Diqqat bilan har bir yozuvni o'qib,
o'sha tuzilmani rasmdan topib ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Shunda tushunish yanada osonlashadi. Lateral devor tushunarli, ha? Demak, yuqori devor ham bunda biroz ko'ringan. Mana yuqori devorning tuzilmalari ko'rinyapti. Peshona suyagining ko'z qismi yuqori devorni hosil qilishda qatnashyapti. Va biroz miqdorda os sfenedaliyani alia minor qismi ham ko'rsatilgan, mana shakllantiryapti. Xo'p, yana alia minorosis sfenedalisni yuqori devor deb bergandik. Bu suratda yuqori devorligi yanada aniq ko'rinyapti. Mana bu qism, kichkina qism alia minor. Va pastki devor ham bu joyda yaqqol ko'rinyapti. Mana os zigomatikumning facies orbitalis va yuqori jag' suyagining ko'z yuzasi facies orbitalis osis, ya'ni facies orbitalis ko'rinib turibdi. Pastki devorni aytyapmiz. Facies orbitalis osis maxilli va yana shular ko'rinyapti. Endi keyingi rasmlarga ham o'tamiz. Pares inferior medialislarni ham ko'rib chiqdik. Bu joyda mana medial devorni alohida berib qo'yganmiz. Har bitta yozuvni diqqat bilan o'qib chiqsangiz, hamma qismi, izlagan qismlaringiz chiqadi, tushunish osonroq bo'ladi. Mana birinchisi, yuqori jag' suyagining peshona o'sig'i. Aniq qilib aytdik, to'g'rimi? Processus frontalis maxilli dedik. Uni orqasida joylashgan ko'z yoz suyagi. Bu joyda tuzilmalarga e'tibor bering mana. Oldingi qirra, orqa qirra. Oldingi qirra yuqori jag' suyagining peshona o'sig'ida edi. Orqa qirra ko'z yosh suyagida edi. Ikkalasining o'rtasida fossa sacchi lacrimalis hosil bo'lgandi. Ko'z yosh qopchasi joylashadigan joy. Aniqroq ko'rinadi bu joyda. Yana bu joyda mana g'alvirsimon suyakning ko'z plastinkasi. Lamina orbitalis labyrinthus etmoidalis dedik. Yana nima ko'rinyapti? Orqaroq tarafda mana. Bu qaysi suyak edi? Alia major osis sfenedalis. Os sfenedalini katta qanoti ham qatnashyapti. Bundan tashqari bu joyda os lacrimali, corpus osis sfenedalis ham biroz ko'rinadi deb aytgandik. Korpus mana bu joyda, lekin biroz medial tarafda ko'rinib qolishi mumkin deb berilgan. Xo'p, yana qaysi tuzilmalar bor edi? Pars nasalis et pars occipitalis osis frontalis. Ya'ni bu endi aniq mana peshona suyagini pars orbitalis hamda pars nasalis ham biroz medial devorni hosil qilishda qatnashib qo'yyapti. Bu joydagi alia major qismiga biroz adashib ketdim. Pares lateralisni hosil qilishda qatnashadi alia major ham. Endi ko'z kosasining aloqalari, ya'ni ko'z kosasi haqida gaplashib chiqdik, devorlari, kirish qismlari. Endi ko'z kosasi o'zaro teshiklar orqali boshqa tuzilmalar bilan aloqa qilib turadi. Mana bularni ko'raylik. Canalis opticus, canalis nasolacrimalis, foramen etmoidali anterior va posteriori bor. Bundan tashqari canalis infraorbitalis bor. Foramen zigomatico orbitali degan teshigimiz bor. Bundan tashqari fissura orbitalis superior va fissura orbitalis inferiorlar ham mavjud. Bular bir qancha tuzilmalarni o'zaro bog'lab turadi. Bularni aytamiz. Mana bu joyda bir jadval ham keltirilib qo'ydik. Birinchisi, foramen etmoidali anteriusdan boshlaylik. Bu joyda foramen etmoidali anterius ko'rsatilyapti. Mana. Aynan shu etmoidal suyakning plastinkasi joylashgan joyda ikkita teshik bor. Anterius hamda posterior teshiklar mana kattalashtirib qo'yilgan. Yoki bo'lmasa medial devorda rasmini ko'rdik, shu joyda yana bir kattalashtirib ko'raylik. Qani bu joyda foramen etmoidali anterius mana bu. Ko'rinib turibdi, aniq mana kichkina teshik turibdi. Plastinkasining tepasida g'alvirsimon suyakning. Posterius ham ko'rinib turibdi, uni ham ko'rib qo'yinglar. Mana orqadagi nuqta teshik bu posteriusi. Xo'p, bu teshiklar nima qilib beradi? Foramen etmoidali anterior, cellula etmoidalis anterior va mediaga ochiladi. Mana bu joyda g'alvirsimon plastinkaning g'alviri bor. O'sha joyda cellula katakchalari bor. Katakchalari bilan bog'lab turadi. Bu joydan arteriya, vena va nervlar o'tadi. Foramen etmoidali posterior bo'lsa, mana nomiga ko'ra posterior qayerga ochiladi? Cellula etmoidalis posterioris, ya'ni orqa katakchalar bo'shlig'iga ochiladi g'alvirsimon suyakdagi. Undan ham arteriya, vena va nervlar o'tadi. Demak, keyingi tuzilmalarni yana rasmda ko'rib davom etamiz. Keyingisi mana canalis opticus. Canalis opticus aytdik, kirish qismi keng bo'ladigan bo'lsa, aditus bo'ladigan bo'lsa, chiqish qismi mana bu kanalchaga to'g'ri keladi. Canalis opticus. Bu joydan ko'ruv nervi kanali hisoblanib, ko'ruv nervi o'tadi. Diqqat bilan qaranglar, biz gaplashgandik. Kallani oldingi chuqurchasida mana bu joyda mana ko'ruv nervining teshiklari, canalis opticusning ochilish joyi bor. Kichik qanotning orqasida turibdi. Mana bu sulcus brachiasmaticus bo'lsa, chekkalarida shu teshik. Va undan nima o'tyapti? Uni ham ko'rsatib qo'yilgan bu rasmda, e'tibor beringlar. Ko'ruv nervi o'tib ketyapti. Mana. Ko'zga boradigan ko'ruv nervi
aynan shu canalis opticus orqali o'tyapti. Bu aniq endi nima o'tishi, nervus opticus, nervus ophthalmikalar o'tadi, kallani oldingi chuqurchasi va ko'z kosasini o'zaro bog'laydi. Va keyingi teshikka o'tamiz. Foramen etmedali posterius, buni aytdik hamda rasmdan ko'rsatdik. Va keyingisi fissura orbitalis superior. Ko'z kosasini shunday tubiga qarasangiz, mana kattalashtiraman, ikkita fissura ko'rinadi. Bulardan mana bu tepadagisi fissura orbitalis superior va pastdagisi, pastroqdagisi bu fissura orbitalis inferior. Mana ko'rinyapti, inferior, superior. Hop, va superiorni qaraydigan bo'lsangiz, mana alohida kattalashtirib ko'rsatilgan nimalarni orasida hosil bo'lyapti. Shunga e'tibor berish kerak. Va qayerlarni bog'laydi bu? Ya'ni fissura orbitalis superior o'rta kalla chuqurchasiga ochiladi. Mana bu o'rta kalla chuqurchasiga ochiladi. Ya'ni eslaringizda bo'lsa, oldingi kalla chuqurchasiga canalis opticus, o'rta kalla chuqurchasiga fissura orbitalis superior ochilardi. Va undan 3-chi nerv o'tadi. Bosh miya juft nervlaridan 4-chi, 5-chi hamda 6-chi juft bosh miya nervlari, shuningdek venalar o'tadi. Vazifasi bor, ko'z kosasiga shularni o'tkazib beradi. Va bu joyda fissura orbitalis inferior ko'rsatilyapti. E'tibor beringlar, mana pastdagi yoriq. Aniq ko'rinib turadi bu ham. Va ko'ryapsiz, endi miya qutisiga emas, tashqariga ochilyapti. Mana bu joyga ochilyapti. Va bu chakka osti va qanot tongli chuqurchasi sohasi, mana bu pastki soha, yondan ko'rsangiz aniqroq bilinadi mana. Yon tarafdan fissura orbitalis inferiorni ko'rinishi. Demak, chakka osti qanot tangli chuqurchasiga ochilyapti. Bu joydan arteriya, vena, nerv tolalari o'tadi. Aynan qaysilari deydigan bo'lsak, nervus infraorbitalis, ikkinchi juft kranial nervni tarmog'i nervus abducens o'tadi, 6-chi juft nerv aynan shu fissura orbitalis inferior orqali adashib ketdim. Nervus infraorbitalis hamda nervus zygomaticuslar o'tadi. Demak, davom etamiz. Inferiori ham ketdi bog'laydigan teshiklardan. Keyingisi yana qaysi qismlarimiz qoldi? Canalis nasolacrimalis. Uni eslashimiz kerak. Hozir buni yuqoridagi rasmda ko'rsatamiz. Canalis nasolacrimalis eslaringizda bo'lsa, mana bu joydan boshlanardi. Fossa sacillacrimalis bu joyda hosil bo'ldi. Yuqori jag' suyagining peshona o'sig'i va ko'z yosh suyagi o'rtasida. Shu joydan boshlanadi-da, ichki tarafdan ko'rinadi Canalis nasolacrimalis burun yuzasidan. Burun bo'shlig'iga ochiladi. Burun bo'shlig'iga pastki burun yo'liga ochiladi. Pastki burun yo'li pastki chig'anoqning ostida joylashardi. Shuning uchun aytganmiz, yig'laganimizda ma'lum bir suyuqlik burun bo'shlig'iga o'tib oqadi deb. Canalis nasolacrimalis orqali. Ularni yodlab olish kerak va yana canalis infraorbitalisimiz ham bor edi. Yaxshilab eslanglar. Bu yuqori jag' suyagining tarkibiy qismiga kirardi. Yuqori jag' suyagi yuzasidan boshlab turib ko'zni. Mana bu canalis infraorbitalis oldingi yuzasiga ochilardi yuqori jag' suyagini. Esladiga, demak, yuqori jag'ning oldingi yuzasiga ochiladi, undan ham arteriya, vena, nervlar o'tadi. Yuqori jag'ning yuzasi, ya'ni ko'z kosasining ostki devoridan yuqori jag'ning oldingi yuzasiga ochilyapti. Tuzilmalar, teshiklar shular va ular boshqa tuzilmalar bilan bog'lab turibdi ko'z kosasini. Keyingi video darsda burun bo'shlig'i haqida gaplashamiz.